Uyga borsam onam pirog qildi. Tuxum qolmagan ekan. Tovuqni tuxumi. Keyin kelinlarga bedana tuxumdan 4 ta bering dedi. Bedana tuxum chaqib pirog qildi. Shunaqa ishib ko'tarildi. Endi shunaqa alam qildi. O'sha borishimdan bir kun oldin men ham uyda pirog qilganman. 4 ta tuxum solib, tarozimda hamma yo'g'ini o'lchab, даже sutlarini ilitib, mercho'p bo'ldi. Chalpay bo'lib qoldi. Uyga kelib, ayamni retsepti bo'yicha pirog qilib ko'rdim. Bitta tuxum chaqdim, shakar soldim, sut quydim, hech narsani o'lchamadim. Bir piyola oq yog' soldim. Keyin bir chayni kichkina choy qoshiqda chayni sodani qaynoq suvda o'ldirib, uni soldim. Un soldim, unim ozgina ko'p sovorgan ekanman, xamirim qo'yuq bo'lib qoluvdi. Dalishda dabavka sut quydim yana. Voy, shunaqa pirog bo'ldi. O'xshar ekan. Masalliqda isrof qilib yurgan ekanman. Bitta tuxumdan ham normalniy pirog qilsa bo'lar ekan.